Salom do'stlar, sizlar bilan Uz Android. Bugun biz sizlarga juda ham qiziqarli va kerakli bo'lgan programmalardan yana birini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programmani siz bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, bu programma juda ham kerakli programmalardan. Buni hozir o'zlaringiz ko'rib guvohi bo'lasizlar. Qani unda boshladik. Ushbu programmani ochamiz. Programmani ochganimizdan so'ng mana bizga ushbu programma qanday qilib qanday vazifani bajarishini ko'rsatib beryapti. Xo'sh, bu yerdan Google akkauntimizni kiritishimiz kerak bo'ladi, parol loginimizni. Xo'sh, mana parol loginni ham kiritdik. Bu yerdan mana birinchi knopkasini, ya'niki birinchi bo'limini nima vazifa bajarishini ko'rsatib beraman. Xo'sh, bosamiz. Razрешить tugmasini bosamiz. Va bu yerdan biz o'zimizga kerakli bo'lgan suratni tanlaymiz. Bu programma sizga juda ham xira bo'lgan mana shunaqa rasmlarni tiniq formatda qilib beradigan programmalardan biri. Xo'sh, tasdiqlash tugmasini bosamiz va biroz vaqt kutib turishimiz kerak bo'ladi. Aziz do'stlar, ushbu programma juda ham kerakli programma. Buni yuklab olib, o'z yaqinlaringizning eski suratlari bo'lishi mumkin yoki birorta bir suratlar bo'ladigan bo'lsa, o'shani tiniq formatda ishlab olib, siz xo'sh egasiga taqdim qilsangiz juda ham xursand bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringizdek, xo'sh, bizning suratimiz tayyor bo'ldi. Mana birinchi holati. Mana ko'rib turibsizlar. Xo'sh, mana asl holati va bizning tayyorlagan holatimiz mana. Bemalol xo'sh sinab ko'rishlaringiz mumkin. Mana oldin qanaqa holatda, keyin qanaqa holatga kelganini ko'rib turibsizlar. Saqlanni tepadagi загрузка knopkasi orqali saqlanib qilib olishingiz mumkin. Aziz do'stlar, ushbu programmani boya aytib o'tganimdek, bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Aziz do'stlar, ko'pchilik tushunmagani sababli programmani qanday qilib yuklash mumkinligini ko'rsatib o'taman. Mana bu videoni tagidagi nuqtachani bosamiz va bu yerda mana skachat programma deb yozilgan, o'shani to'g'risidagi yozuv, kuk yozuvini ustiga bosish orqali biz ushbu programmani skachat qilib olishimiz mumkin. Google Chrome'ni tanlaymiz bu yerdan yoki boshqa birorta brauzerni tanlab, o'sha saytga o'tgandan so'ng ushbu saytdan bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, O'z Android kanalining videolari sizlarga yoqdi degan umiddamiz. O'z Android kanalining videolariga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.
Aziz do'stlar, O'z Android kanalining videolari sizlarga yoqdi degan umiddamiz. O'z Android kanalining videolariga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.